Garri Potter va Hikmatlar toshi filmida Garri Erised ko'zgusiga qaraydi. U yerda tirik qolgan bolakay o'z ota-onasini ko'radi. Birozdan so'ng Ron keladi va mutlaqo boshqa narsani ko'rayotganini, ya'ni Dumbledore u bilan qo'l siqishayotganini aytadi. Buning sababi esa ko'zgu har bir insonning chuqur shaxsiy istagini ko'rsatishidadir. Qiziq tarafi shundaki, Erised so'zini teskari o'qisa, desire so'zi hosil bo'ladi. Bu ingliz tilidan orzu deb tarjima qilinadi. Ko'zguning ramkasida yozilgan jumla esa mana bunday edi. Shu jumlani teskarisiga o'qiydigan bo'lsak, I show not your face but your heart's desire, ya'ni men sening yuzingni emas, yuraging orzusini ko'raman deyilgan. Agar siz ham fantasy olam yaratmoqchi bo'lsangiz u qo'shimcha tillar topa olmasangiz, aynan shunday yechimni ham o'ylab ko'ring. Har qalay Joan Caitlin Rowling yangi til yaratishdan ko'ra tayyoridan unumli foydalanishni tanlagan. Zotan fantasy uchun til yaratish bobida professor Tolkienga yetadigani yo'q.